ishlab ularga oqlab turib o'rganibdi. Nima do'st bosib yaxshi aka. Sekin ha. Hay marhamat. O'zi yo'q bo'ladi. Ammo shunaqa sex qilganda oson saqlagan yaxshi bo'ladi. Shu kunlarda Ha, naqd. Muhammad Razor barkishni olib kelasanmi? Yarım oyda değil mi? Yarım oyda değil Kim bilyapti Jon aka? Bas, balki. Ras, Ras. Ras, Mana aytdi mana. O'g'limcha so'z yemasa kerak, norini yeydi, norini yuradi. Hozirda ular Yok. Hani yaşlılar kere abi.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله انجام مرایده Şu yürü. Bir de hafta abi yürü gidersen ne? Ben nasıl yemin ne daha bir kishi meni oldimga kelinglar ha. Yo, sal qo'llangda ushlab tursalang, bir minut bitta to'plarni kirib ketadi. Oldiga olib qolib ketadi. Aruzmajon? Duymagan. Qanday qo'lyapti? orta oyunlar. Ama ovqatga maza qildik, bu sahamgida ham zo'rida turibman. Keyin bordi. Haqiqatan sahariga maza qilasizda. Yerdalar ovqat yam ketmaydi, osh, bu narsalar. Shunaqa suyuq bo'lsa maza qilasiz.
Olma. Ha? والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم muhtaram muslimin jamoalar. Bugun mahallamizda yurtimizda mana ihson bo'lib Moho Ramazonni sharofati bilan mana yoshlarimiz kattalarimiz iftorli qildilar. Alloh taolo bu qilgan ihsonlarni Xudoy taolo qabul qilib, o'rnini Xudoy taolo qilgan xarajatlarni o'zi ziyodatdan to'ldirsin. Endi shu marosimda bizda ilm bo'lmasa ham bir og'iz gapirib qo'yishki, zero shu marosimda bir ozgina suhbat qo'yilsa, bir ikki og'iz gapirib qo'ysa, albatta savob bo'ladi. Dasturxonda haqqini ado qilingan bo'ladi. Ya'niki ovqatni yeb, ihsonni yeb, odam iftorni bir mazza qildik, qorin to'ydi, ichib ketgani bilan bir boshqa ekanu, buni haqqini ado qilib qo'yish bamisoliki, Xudoy taolo har qancha bandalariga ne'mat bersa, biz bandalar o'sha Xudoy taolo bergan ne'matlarning shukrini ado qilaversak, Xudoy taolo bandalariga ne'matlarini undan da bisyor qilib qo'yar ekan. Ya'ni kuni shukronasi qanday bo'ladi deganda, Xudo farzand bersa, ey Xudo menga mana farzand berdi, o'g'il qiz berdi degan bilan shukronasini ado qilgan bo'lmasa ekanda, o'sha farzandlarni Xudoni tanitib, halol haromni farqiga boradigan qilib, el yurtiga, xonadoniga manfaat beradigan farzand va tarbiyalab qo'ysa, albatta farzandlarni shukronasini, haqqini ado qilgan bo'lgandek, mana bu marosimlarda qorin to'ydi-yu, mazza qildi-yu deb chiqib ketgan bilan shu haqqini ado qilmas ekanmizda, shu ihson qilganlarni haqqiga duo qilib, shu ihsonni bir ozgina Xudoy taoloni halol haromidan yoki bu o'tganlardan bir eslab qo'ysa, albatta maqsadga muvofiq bo'lib, dasturxonni haqqini ado qilgan bo'lar ekan. Endi hozir mahorozda nimani gapirish mumkin deganda, ma'lum degan bir odobdan, axloqdan gapiring deyapti. Endi har bir narsani odobi bo'lgandek, mana shu Moho Ramazonni ham o'ziga yarasha odoblari bo'ladi. Xudoy taolo bu Moho Ramazonni kimga farz qildi deganda, hammaga farz qildimi deganda, hammaga o'sha bolig'a, ya'ni insonlar balog'at yoshiga yetgandan keyin Xudoning farzlari insonning gardanida farz bo'ladigan bo'lsa, lekin Xudoning farzi qarori shunday keng zotki, ba'zi bir toifalarga Ramazon ro'zasini tutmasdan ozod qilgan. Ya'ni kimlarga deganda, hali qartayib qolgan odam bo'lsa, u odam ro'za tutib, och qolib, quvvat yo'qolib, bemorlik bo'lib qolish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, mayli ro'za tutmasin. Endi ular nima qilsin deganda, fidya bersin deyiladi. Yoki bo'lmasa bemor bor, bemorligi bor-u, bemorligi o'sha etidagi tuzalib ketishligi bemorlarga mayli tutmasin-u, Ramazondan keyin bir kuniga bir kun tutib bersin. Agar tuzalmaydigan bemorlik bo'lsa, ular ham fidya bersin deyiladi. Shu bilan birga emizuvli xotinlar agar mabodo ro'za tutib, bolasiga ozgina ustidan arqlanish bo'lib qolish ehtimoli bo'ladigan bo'lsa, ro'za tutmasin mayli. Lekin o'sha bolasini sutdan chiqarib, Ramazondan keyin kunni kalta, qisqa, oson kunlarda bir kuniga bir kun qilib tutib bersin deyiladi. Endi Allohning fazli kuni shunday keng ekanki, bandalarni qiynamayaptimi? Demak, ba'zi bir insonlarga Ramazonni o'sha tutmasdan ozod qilyaptimi, vaqtincha bo'lsa ham. Lekin o'sha ro'za tutmagan odamlar ham Ramazonni hurmatidan bamisoliki ro'zadorlik o'zini tutadi. Ro'zadorlarning oldida qanday bir o'zini tutadi degan ovqat yemaydi. Ko'cha-kuylarda shu ro'zadorlarning oldida ko'za bo'lsa ham, ya'ni shularga oldida hurmat saqlab, ovqat yemasdan, shularning odobini, hurmatini joyiga keltirsa, albatta Xudoy taolo o'sha bir uzr bilan bo'lsa, bir uzr bilan ro'za tutmayotgan bo'lsa, Xudoy taolo o'shalarga ro'zadorlar qatorida qilib, ularga o'sha savoblardan birga bahramand qilib qo'yadiki, bir uzr bilan bo'lsa. Endi Ramazon ro'zasida mana bu yerda ixtilof bo'lyapti, bir og'iz gapni gapirib qo'yamiz. Ya'niki bu narsa har yili bo'lyapti-yu, lekin yana davom etyapti ixtiloflik masala. Ixtiloflar ko'pda juda. Hozir ma'lumot yetdik, shariatda fatvo degan narsa bor, taqvo degan narsa bor. Qaysinisi afzal deganda fatvoni qilamiz, lekin taqvosi afzal bo'ladi. Taqvo qanday deganda, misol uchun jamoat joyida mana bugun ham janozaga borgan bo'lsak, hamma qator bo'lib salom alaykum qo'l berib so'rashyapti. Shu odobdan emas shu. Odob nima bo'ladi deganda, odob qo'lini ko'ksiga qo'yib ketib assalomu alaykum va rahmatullohi deb o'tib ketishlik odobdan edi.
Lekin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ikki mo'min kishi bir-biridan so'rashganda har ikkisiga ham savob bor, 100 ta savob bor. 90 tasi avval salom berganga, 10 tasi haligi olganga deganlar. Endi savob bor ekan, lekin u odamlar ko'rishganda, qo'l berib so'rashganda, shu qo'lni siltaganda, shu siltash bilan barobar gunohlari ham to'kiladi deydi. Lekin jamoat joyida u so'rashlik odob emas. Jamoat joyida qo'lni ko'ksiga qo'yib, men sizni qalbim bilan hurmat qilaman, yurakdan yaxshi ko'raman degan ma'noda qo'lni shunday ko'ksiga qo'yib, assalomu alaykum va rahmatullohi deb o'tib ketiladi. Xuddi o'shanday bu yerda Mavlon akam aytishgani, qo'lni misolchidan shomdan chiqib yuvmay kirib kelyapmiz. Shu nima bo'ladi shuni deganda fatvoda qo'lni yuvilmaydi. Nimaga deganda Rasulullohning hadislarida bor, mo'min kishining qo'li mo'min kishiga pok. Shuning uchun namoz o'qib chiqyaptimi, qo'l nopok hisoblanmaydi, lekin taqvo qilgan odam qo'lini yuvadi. Shuning uchun ikkalasi ham mumkin. Shariat aytadir o'ldir ilonni, tariqat aytadir og'ritma jonni deydi. Shariatda qilinadigan amallarni ba'zi birlar taqvolarda qilinmaydi. Shunda shuning shariatda shariat hukm bor, keyin tariqatda ozgina og'irrog'i o'tadi. Ya'ni shariatda musodalarga chiqib o'tqilamiz, boshqa qilamiz, yuramiz. Shariatda, ya'ni shariat aytadi o'ldir ilonni deyaptimi? Ilonni o'ldirgan odam gunohkor bo'lmaydi. Chayonni o'ldirgan odam, o'rgimchikni o'ldirgan odam gunohkor bo'lmaydi. O'rgimchik hamisha uylarda o'sha yerda yashovchi odamlarni, ya'ni bandalarni qarg'ab turadi. Favoidul muslimin degan kitobda shuni masalasi bor. O'rgimchikni o'ldirgan odam gunohkor bo'lmaydi. Lekin tariqat aytadi og'ritma jonni. Hattoki ziyon beruvchi jonivor hasharot bo'lsa ham o'sha tariqatda o'ldirilmaydi. Nimaga deganda, misol uchun bir banda namoz o'qiyotgan bo'lsa, namoz o'qib turganda bir joyini arrama, chayonma chaqib turgan bo'lsa, bo'ynidan shuni urib olib tashlashga shariat izn beradi. Faqat imkon qadar namoz buzilmasligi uchun bir marta urilsin deyiladi. Bir marta urish ketiladi. Do'ppi tushib ketdi sajdaga. Shunday egilsinda do'ppisini olib kiyishga ruxsat beriladi. Lekin ikki marta, uch martadan olinsa namoz buziladi. İmkon qadar shariatda hukm shundayki, namozda xatti harakatlarni qilinmaydi, namoz buzadigan. Lekin bir zarurat bo'ladigan bo'lsa, bir martaga izn beriladi. Bir martada arni shunday rivojga ruxsat bor. Chaqib turgan chayonni rivojga shariat ruxsat beradi. Lekin tariqat ahli bo'lsa nima bo'ladi desa, tariqat ahli o'shani ham urishmaydi. Shu ham Allohning amri bilan chaqyapti, chaqib turgan bo'lsa, Allohning amrisiz bo'ladimi deydi, shunday turib namozni o'qiydi. Agar o'sha shariat aytadi o'ldir ilonni, tariqat aytadi og'ritma joniga amal qilib o'sha odam namoz paytida bir chayon ilonni o'ldiradigan chayon chaqib turgan bo'lsa ham, u Allohning amriga itoat qilib bo'ysunib namoz o'qiradi, namozni buzilmasin deb Allohning amri bilan chaqyaptilar deb indamasa namozni o'qiradi. Agar haqiqiy o'sha tariqat pesha odam bo'lsa, o'sha odamni Xudo taolo qonini chayonga harom qo'yadi. Ya'niki chayon chaqib turib hattoki o'zi o'ladi degan. Insonga zarar yetmaydi deganda, lekin o'sha tariqatga amal qilaman uchun chin ixlos, e'tiqod bilan bo'lish kerak har bir narsa. Shuning uchun har bir narsani odob bo'lganda, mana marosimlarning odobi shundayki, bir marosimlarda odob bilan o'tirib, bir o'tganlarni eslamoqga duo qilib qo'ysa savob bo'ladi. Endi shu tashqaridagilarni eshitib qo'ysin degan ixtilofli masalalarni asosiy aytmoqchi bo'lganimiz, Ramazon oyida ro'za tutgan odam og'iz ochar vaqti qachon bo'ladi deganda, har bir inson ro'zador odam payg'ambarning hadislariga muvofiq innamal a'moli binniyati deganlar. Har bitta amallar niyatlariga qarab bo'ladi. Ya'niki mo'min kishi, ro'zador kishi ertalab saharlik qilganda men ro'za tutdim, og'zimni berkitdim, tungi sog'lig'idan kun botgunga qadar deb niyat qiladi. Shu niyati bilan endi og'zini yopadi. Kechki payt keyin shomga kirish bilan og'iz vaqti bo'lganda og'zini ochadi. Niyat qilib, lekin shuni bilinglarki, niyat qilmasa ham, ovqat yemasa ham og'zi ochiladi kun botishi bilan. Chunki u ertalab saharlik paytida tong otgandan, subhi sodiqdan kun botguncha deb niyat qiladi. Men qorong'i tushguncha deb niyat qilmaydi. Kun botguncha deb niyat qiladi. Endi Toshkent vaqti, Qo'qon vaqti, Toshkent vaqti, Qo'qon vaqti shu ixtilof bo'ladi. Shu qaysisi to'g'ri deganda, men kecha musobaqada ham aytdim shu narsani. Olimlar, katta zabardast olimlar kelib qolib, Toshkent vaqti bilan ochamizda itoat qilamiz. Shularni ilmlarini hurmati, olimligini hurmatidan. Lekin biz
Qo'qon vaqtida ochamiz. Chunki biz ustozlar, opa-og'imlar ham, hattoki Abdulloh Hoji akamlardan ham eshitganmiz bu gapni. Mo'min kishimiz, hammamiz ham musulmonmiz, ixtilof qilmaymiz. Toshkent paytida ochilganlarga Toshkent paytida ochishga hech qarshiligimiz ham yo'q. Lekin eng to'g'risi Qo'qon vaqtida, Qo'qonda yashab turgan bo'lsa, Qo'qon vaqtida ochgani afzal, to'g'ri bo'ladi. Endi Toshkent vaqtida ochaman degan odam nima bo'ladi desa, Toshkent vaqtida ochaman degan odam o'zicha ochlikka mubtalo qiladi xolos. Ozgina 7 minut ochib o'tiradi xolos. Lekin savobdan ham ozroq ega bo'ladi. Toshkent vaqtida ochgan odam savobi ulug'roq bo'ladi, chunki har bir inson Qo'qonda yashayaptimi, Toshkent vaqtida ochaman deyishligi nimasi xato deb so'raganimiz tafsirdan aytganlarki, Alloh aytayaptiki, kun botganda og'zingni och deyapti. Ba'zi bir ishlarga shoshilar ekanda, shosh shaytondan, lekin xayr ishga shoshilar ekan, misol uchun odam ilmsiz bo'lsa, ibodat qilib gunohkor bo'lib qolar ekan. Ilm bo'lmagandan keyin u namoz o'qib ham gunohkor bo'lar ekan. Hattoki qanday gunohkor bo'ladi deganda, misol uchun juma kuni o'sha tahiyatul masjid o'qiydi, amr ma'ruf bo'lib turganda. Amr ma'ruf bo'lib turgan paytda tahiyatul masjid o'qib turib, amr ma'rufni eshitmasdan nafl ibodatga o'tkazib turib, o'sha Alloh xo'jin bo'yidagi gardaniga savobni gunohni oladi. Yoki bo'lmasa noshariy ishlarni qilib yuradi, noshariy ishlarni qilib yurib turib namoz ham o'qiydi. Namozdan hech qachon aroq ichgan bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, namoz o'qimaysan deyilmaydi. Har qanday holatda namoz o'qiydi. Lekin namoz o'qib turib, namozni qabul, namoz joiz degan narsalar bor-da. Namoz o'qib turib, u gardanda qarzdan soqit bo'ladi, lekin Allohning amriga itoatsizlik qilganligi uchun namoz o'qigan gunohkor bo'ladi. Odamzod namoz o'qib turib, xo'jliga gunoh oladi. Endi bu yerda ham Xudo taolo aytayaptiki, og'zingni och bandan deyapti. Og'zingni och bandan deyapti-da. Men hali yana 7 minut kuchim bor, quvvatim bor deb Allohning fazlini, Allohning marhamatini qabul qilmaganda, ya'ni men Allohning marhamatiga muhtojlik yo'q deganga o'xshab qoladi. Shuning uchun u og'iz ochmasa ham o'z-o'zidan kun botgandan keyin og'iz ochiladi, lekin opog'imiz aytganlaridek, birinchi vaqtida ochishlik savob bo'ladi. Endi birinchi vaqtda ochishlik savob bo'ladi. Erta ochib qo'yib, ro'zamiz buzilib qolmasin deb gumon qilamiz deyapti ba'zilar. Hech qanaqa gumonga borishni foydasi yo'q-da. Nimaga deganda, bu yerda o'tirgan odamlardan ming karra olimroq odamlar teleskoplarda ko'rib, kunni botishini aniqlab turib, taxminlarda chiqarib qo'ygan. Hech qanaqa e'tirof qilish kerak yo'q. Shuning uchun tashqarida o'tirgan yoshlarimizga ham shu narsalarni aytib qo'yamanki, xohlagan paytlarda ochilsin. Og'izlari lekin mohir Ramazon oyida avvalgi vaqtda ochganning savobi ko'proq bo'ladi. El yurtlarimizga tinchlik xotirjamlik Xudo taolo davomli qilib, yoshlarimiz bilan xatti-harakatlari, sa'y-harakatlari bilan bo'layotgan mana bu insonlarni Xudo taolo qabul qilib, har bitta qilingan xarajatlar, hissa qo'shgan birodarlar ko'hollarimizga qilgan Xudo taolo qilgan harakatlarini, xarajatlarini o'rnini Xudo taolo jazosidan to'ldirsin. Agar ruxsat bersa, darsxonga bir Qur'on o'qib o'tganlarimiz haqqiga ham duo qilamiz. Barakat yo'q borasida endi. Yo'qolgan بسم الله الرحمن الرحيم لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ألا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يروا
خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم آمين آمنا وصدقنا بكلامك القديم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اهدنا بهداية القرآن ويسر علينا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن وحصل مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة بالقرآن واقضي حاجتنا من حاجة الدنيا والآخرة بالقرآن العظيم اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ومن تلم به مني اللهم اغفر لي جدي وحزني وخطاي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقرب وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمسلمين فزيدت بكن يا ربي سعادتي سعادت قل يا قرآن عظيم دسترخان İgençlerimiz hasıl bugün sahabını yürüttüğümüz mahalle köylerimiz, diyarlarımızdan o'tgan ulug'vor birodarlar, qo'llashtirgan birodarlarimiz tomoniga o'tgan birodarlar ruhoniyatlarimizga hadiya o'tganlarimizga Alloh rahmat ehsonlarini qabul dastgir oxiriga mohir Ramazon sharofatini o'tayotgan ro'zadorlarimiz ro'zalarini ham qabul, gunohlarimizni mag'fur, duolarimizni maqbul va ijobat qilib hammalarimiz ham qalbimizda yaxshilanmoqda shar'iy orzu-havaslarimiz xazinai g'aybini ato qilib, ushbu mohir Ramazon ro'zasiga kelgusi yillarimizga ham hammalarimiz xatoimizdan to'kilmasdan solih omonlikda o'zi iboratga yetkazib, ehsonlarni qabul qilingan xarajatlarni uni ziyodasidan to'ldirib xizmat qilganlarni ham dastiga baraka orzu-havaslar xazinai ato farzand zurriyotlarimizni esa ixlos, e'tiqodli, diyonatli, ota-onasi mehribon, baxtli, saodatli hayotlardan musharraf qilib, zurriyotlarimizni iymonda, islomda qiyomatgacha o'zing davomli qilgin. Va sallallohu ta'ala ala xayril Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya Amin.
o'zgardi onlarimizda kasb o'rnamizda xudo barakasi bersin. Mana bu islomga xizmat qilganlarni umrlariga, islomga o'rnlariga xudo barakasi bersin. Ko'p yillar birgalashib yurishda Alloh nasib qilsin, o'zidan o'ziga muhtoj bo'lmasin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qo'shiqlar hammasi bilan ekan. Assalomu alaykum. iPhone qani? Otajon Zamonaga mashinasida gaplashamiz. Tovoq cho'g'anariki olma. Ey. Olursa cho'g'anariki. Mana ikkitasi biznikida. Bitta vositaman. Kirib olibman. Deraza ochtirdim bu, derazadan tajavuz.